Natijasi qaranglar qanaqa zo'r chiqdi. Oyoq kiyimni yuvmasdan ham tozalash mumkinligini bilasizmi? Ko'pincha suvda yuvganimizda chirib o'z holini yo'qotadi. Mana bunga o'xshash penalar bilan tozalaganda o'z holicha qoladi, yangiday bo'ladi. Hozir shuni sinab ko'ramiz. Bu penani ishlatishdan oldin yaxshilab chayqatib olamiz, keyin oyoq kiyimga sepamiz. Sepib bo'lganimizdan keyin ozroq kutamiz. Mana shunga o'xshash gubka bilan yaxshilab ishqalab chiqamiz. Natijasi qaranglar qanaqa zo'r chiqdi. O'zim ham kutmagandim bunaqa chiqishini. Yangiday bo'lib qoldi mana. Buni rastaga qo'yib sotib olsa ham bo'ladi endi. Bu pena universalniy pena hisoblanadi. Hamma narsaga tushib ketaveradi birdek. Mana bunaqa setishnikmi, fojami, zamushmi hammasiga birdek tushib ketaveradi. Rangini ham tanlamaydi. Ko'rib turganlaringizdek, oq, yashil, qora har xil rang bo'ladi. Hammasini birdek tozaladi. Oyoq kiyimni keyin mana bunaqa dezodorant ham bo'ladi. Odam o'ziga dezodorant sepib shirin bo'ladi-yu. Bu ham xuddi shunaqa oyoq kiyimni hidlanishdan saqlaydi. Ishlatishni ko'rsataman. Yaxshilab chayqatamiz. 10-15 santimetrdan oyoq kiyimni ichiga sepamiz. Shu turishda 30 daqiqa qoldiramiz, qurishini kutamiz. Ham toza bo'ldi, ham hidlanish yo'qoldi. Oyoq hidlanishi juda xunuk holat. Bu narsani yo'qotib, har doim mana shunaqa narsalardan foydalanib yurish kerak. Bu naborimizning narxi atiga 99 ming so'm. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatimiz bor.